Bu narsani ko'pchilik so'raydi. Buni videosini qo'yaman. Faqat do'sh balandligiga ovoz gapirmasdan, prosta qo'yilardi. Ko'pchilik nimaligini bilmas ekan. Sizlarga shuni qisqacha tushuntirib o'taman. Bu apparat opporun diskni shilib beradigan apparat bo'ladi. Ya'ni opporun disk qizigandan keyin deformatsiya bo'lib, peshayib qoladi. Ko'pchilik suv tekizgandan ham bo'ladi. Keyin tormoz bosganda rulga hamda pedalga vibratsiya beradi. O'shani hisobiga qiyshayganini bilsa bo'ladi. O'sha narsani to'g'rilab beradigan apparat bu. Xullas yo'lon bu apparatni qilgandan keyin 100% yangi kalotga qo'yish kerak. Qo'ymasa umuman foydasi yo'q. Sababi yangi opporun diskga, yangi kalotga umuman zo'r o'tiradi. Buni tashqarida ham silsa bo'ladi. Tashqarida silishda ancha yildan beri ko'pchilik siladi, lekin uni effekt unaqa bu darajada bo'lmaydi. Sababi opporun disk silgandan keyin mana bu stupisa pachimnida ham raznica bo'ladi desa, u barabaringiz opporun diskingiz tekis bo'lishi mumkin, lekin joyiga qo'yganda bu pachimnida emas, stupisada raznica bo'lgani hisobiga effekt zo'r bo'lmaydi. Bu narsa joyida o'ziga moslab moshni qilib silib beradi. Yangidek bo'ladi, ko'rishlaring mumkin. Tiniq holatda. Apparatga umuman gap so'z yo'q. Birinchi etap o'zimiz qo'lda ruchnoy qilamiz. Ruchnoy cho'tka qilib, ham yo'g'ini bir xil qilib bo'lgandan keyin apparatni o'ziga qo'yib beramiz. Apparat o'zi 100% olib chiqib, shlipovka qilib, konkret qilib, xuddi shu holatga olib kelib beradi. Hozir videoda o'zini qo'yardik. Gapirish iloji yo'q edi. Xullas, xuddi shunaqa apparat, buni ham отдельный cho'tka qilib video qilib beramiz.